U kuylagan taronalar umrboqiy, mazmundor va qadrli. Bir necha 10 yillar davomida shakllangan tajriba, yuksak iste'dod va astoydil mehnat o'zbek estradasining primadonnasi, O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi, Turkmaniston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Usmonova nomini har bir avlod muxlislari mehriga sazovor qilib kelmoqda. Farg'onaning ardoqli farzandi bu gal ham yangi O'zbekiston massivi Ekoshahar amfiteatrida san'atsevarlarni eng yangi ijodiy ishlari bilan xushnud etdi. Yulduz opamda ajoyib dardlari bor-da. O'shaning uchun juda ham hurmat qilaman ijodlarini. O'zim ham uncha qo'shiqlardan hirgoy qilib turardim. Ayniqsa ona haqidagi qo'shig'ini juda ham yaxshi ko'raman. Vatan va millat faxri, ota-onaga ehtirom, hayotsevarlik, muhabbat va shodlik Yulduz Usmonova ijodining bosh mavzularidir. Yulduzlarning yulduzi shu kungi konsertda o'z muxlislarini jo'shqin va raqsga chorlovchi taronalari bilan yuqori kayfiyat ulashdi. Yorqin chiroqlar, xush kayfiyat, davomli olqishlar muxlislar va Yulduz Usmonovani yanada yaqinlashtirdi. Mana ona haqidagi qo'shiqlari, vatan haqidagi qo'shiqlari ayniqsa, mana yoshlarimizni, mana ayniqsa yoshlar kuniga bag'ishlangan qo'shiqlarni eshitib maza qilib o'ynashyapti hozir. Yulduz Usmonova nafaqat millat ovozi, balki o'zbek shou biznesining ramzi hisoblanadi. Ayniqsa san'atkor yaqin tarixda Osiyo va Yevropa mintaqasida yaratgan karyerasi orqali ham o'zbek san'atining nufuzini baland pardalarda tarannum etdi. Bularning barchasi betakror Yulduzning O'zbekistonning oltin ovozi ekanini tasdiqlaydi. Keyingi yillarda ijodkorning Farg'onada o'tkazilayotgan umumxalq tantanalari, konsert dasturlaridagi faol ishtiroki sadoqatli muxlislarning Yulduz Usmonovaga bo'lgan mehrini yanada yuksaltirmoqda. Mana Yulduz Usmonovani doim Toshkentga konsertiga borib yurardik. Mana yaqindan beri vodiyga kelyapti. Har vodiyga konsertga kelganda albatta kiramiz. Oilaviy keldik. Onam, 4 ta opa-singil, kelin, oilaviy muxlisimiz. Bizdaqa muxlislarga yanada yangi qo'shiqlarini kuylab tursin, biz tinglab konsertlarga kelib maza qilib o'ynab ketaveraylik. Kuchli zavq va yoqimli ohanglar. Shu kuni poytaxtdan tashrif buyurgan Tumor raqs ansamblining maftunkor raqqosalari ijrosi sog'inchli taronalarga uyg'un ravishda yig'ilganlarni mamnun etdi. Sahnada barchamiz o'z mashaqqatimiz bilan, o'z hissiyotlarimiz bilan raqslarni ijro etamiz, bor kuchimiz bilan. Konsert juda ham shukuhi, juda ham baland. Ishlash oson emas, chunki Yulduz opamiz talabchanlar, har bir ishga, har bir mehnat qilishga undaydilar. Muhabbat qo'shig'i bor, hamroz qo'shig'i bor. Bu qo'shiqlar hech qachon eskirmaydi, hech qayerda. Xursandchilik bilan kelib, xursandchilik bilan ketyapmiz. Yulduz Usmonovani biz doimiy muxlisimiz. Ilohim Yulduz Usmonova bundan ham yuklarga ko'tarilsin, cho'qqalarga chiqsin. Serjilo oqshom, sog'inchli qo'shiqlar va samimiy diydor shu kungi konsert dasturining muhim xulosasiga aylandi. Muxlislar Yulduz Usmonova ishtirokidagi bu kabi qo'shiq bayramlari bardavom bo'lishiga umid bildirishdi.